Xush kelibsiz. Bugun bizda yana bitta kanalimiz pul ishlatishiga ulandi. Bu sotilmaydi, bu diqqat qiling. Biz sotish uchun qo'ymayapmiz. Natija sifatida, rezultat sifatida qo'yapmiz do'stlar. Xo'p, PES Pro Uz kanali do'stlar. Pul ishlatishiga ulandi, mana ko'rib turibsizlar. Endi xudo xolasa bemalol YouTubedan pul ishlasalar bo'ladi. Asosan o'yin yo'nalishi shekilli, raqiblarni chalg'itish, xullas shu. Game yo'nalishidagi kanalga o'xshayapti ko'proq. Shu kanalimizga aloqaga chiqqanlar, kanallar pul ishlash talabiga javob bermas ekan, ya'ni AdSense ochib bo'lmar ekan. Biz 18-aprel sanasida AdSense zaявka bergan edik. Mana bugun 23. 5 kun ichida, 5 kun bo'ladi. 5 kun ichida kanallarni hal qilib berdik. 22-kuni kecha, ya'niki kanallar polni pul ishlashga ulandi. Mana AdSense ham ochib berdik do'stlar, o'zlariga shaxsiy AdSense, mana O'zbekiston AdSense noldan hamma yog'ini cho'tib qilib, chiroyli qilib AdSense ochib berdik. Boshda adashmasam men o'zim tashladimmi zaявkani, o'zlar tashladim. Xullas AdSense'da muammo bo'ldi, shuni hisobiga sal cho'zilib ketdi. Yordam kerak bo'lsa YouTube bo'yicha Luboy xizmat do'stlar 99lik 791 32 32. Faqat Telegram orqali do'stlar, bizda telefon qilsangiz ololmaymiz, to'g'risini aytaman, qo'ng'iroqlar ko'p. Shuning uchun faqat Telegram orqali konkret nima xizmat kerak. Monetizatsiya bo'lsa, monetizatsiya kanalingiz linki, pinki, login bir hamma yo'q tashlaydi, cho'tib qilib 791 32 32. 99 nomerim do'stlar. Yoki SMS yozsanglar bo'ladi. Telegram yoki SMS, telefon qilmanglar faqat. Agar telefon qilib konsultatsiya olmoqchi bo'lsangiz, pulli lekin. Telefon qilish 20 minut vaqt ajratamiz. Nima savolingiz bo'lsa YouTube bo'yicha hammasiga javob beramiz. U 99 ming so'm. Xullas xizmatlar bizda lekin pullik, lekin mana shu monetizatsiyaga tashlash, soliq pul hamma darsi kanalimizda tekinga ham turibdi. O'zingizlar masalan ko'rib qilsanglar ham bo'ladi, xohlasanglar bizga aloqaga chiqinglar. O'zimiz chiroyli holatda qilib beramiz do'stlar. Salomat bo'linglar.